Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Aynan bu video sizni oyoparangizdan bekorga chiqqani yo'q. Do'stlar, Alloh rahmatiga erishmoqchi bo'lsangiz, ro'za Ramazon oylarida bir singlimiz bizga Xorazm viloyatidan murojaat qilib chiqyaptilar. Og'ir xastalikka uchragan ekanlar. Shuning uchun do'stlar, imkoni boricha qo'ldan kelganicha 1 so'mmi 2 so'mmi yordam beraylik. Agar shu narsa qo'lingizdan kelmaydigan bo'lsa, hech yo'q, moddiy tomondan yordam bera olmasangiz, ma'naviy tomondan bo'lsa ham. Ma'naviy tomondan qanday? Shu videoga bittadan like bosib, Telegram, Imo gruppalarga tarqatib qo'ysanglar, katta yordam qilgan bo'lasizlar. Biz o'zimiz Moskvadamiz, bilasizlar. O'zbekistondagi blogerlarga murojaat qilgan singlimiz, lekin hech kim murojaatini qabul qilmagan. Bizga kasallik varaqalarini tashlab berdi. O'zini videoga olib tashladi, pasport, hamma narsasi bor. Ishonch hosil qilganimizdan keyin shu videoni chiqaryapmiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zlari ham gapirib chiqqanlar, bemalol ko'rib guvohi bo'lishinglar mumkin. Ekranga karta raqamlarini qo'yamiz, bemorimizni o'zini karta raqamlari, telefon nomerlarini ham qo'yamiz bu tomonga. Bemalol shu Xorazmdagi bloger aka-ukalarimiz borib, telefon qilib, o'zlari bilan bog'lanib yordam qilishlarini so'rab qolamiz do'stlar. Ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. Qizim Fariyosh bir kun yig'layapti. Oy o'lib qolmaydi. Iltimos. Assalomu alaykum vatandoshlar. Men 38 yoshdaman. 3 bolam bor, voyaga yetmagan. 2022-yildan beri onkologiyada davolanaman. Bo'ynimni o'ng tarafimdan xavfli o'sma paydo bo'ldi. Toshkentga bordik, qon raki deyishdi. 10 marta ximiya oldim kuchlisidan. 40 marta nur oldim. Ko'p marta qon oldim. 7-8 oy yaxshi bo'lib yurdim. Keyin bo'ynimda yana chap tarafimdan shish paydo bo'ldi. Meni mana shu bitta xonadan boshqa hech narsam yo'q. Tabiiy gaz yo'q, pechkada qizdiramiz. Hozir umuman lecheniyalarımdan ololmayapman. Leukositlarim ko'tarilib, taloqim, jigarim kattalashib ketyapti. Doktorlar zudlik bilan davolanishni boshlash kerak deyishyapti, lekin meni sotib davolanadigan birorta mol-mulkim yo'q. Shu uchun men chiqishga majbur bo'ldim. Aziz vatandoshlar, iltimos qilaman, bolalarim uchun yashab qolishga ko'mak bering. Qizim Fariyosh bir kun yig'layapti. Oy o'lib qolmaydi. Iltimos.